Logistika Hop. Hech kim kelayotgani yo'q. Bratan keldi. Hop. Video olsak bo'ladi. Tekinchiroq. Ismim Jonov Behruz, yoshim 19 da, yaqinda 20 ga to'laman. Xullas, logistikada safety departmentda ishlayman hozir. Ishimda ya'ni beginnerman, hali ko'p narsani o'rganishim kerak. O'qishda hech qaysi o'qishda o'qimayman, chunki polniy logistikadan ketish niyatim bor, ya'ni umrimda oxirigacha bilmadim, shu soha qandaydir juda yoqdi menga. Ya'ni birozgina hali o'zim 2 oy bo'lyapti, bu sohani 2 oydan ziyodroq. Ichidagi hamma narsa yoqdi, odamlar, ish, faqatgina bitta narsa kerak, o'zimni ishimni ustasi bo'lishim qoldi. Xo'p. Bu ya'ni o'zimni shaxsiy vlogimdagi birinchi video bo'ladi. Ya'ni vlogda faqatgina logistikaga oid narsalar bo'lmaydi. Ya'ni shaxsiy hayotimdagi o'zim qanday rivojlanyapman, nimalar qilyapman, qanday kitoblar o'qiyapman. Kitoblarni juda yaxshi ko'raman, chunki kitoblar orqali shu darajaga keldim. Endi shu daraja ham deb bo'lmaydi, to'g'risi. Shu darajada aytganim, men o'zim qishloqda katta bo'lganman, molda tagidan chiqmagan bo'laman-da, to'g'risini aytsam. O'sha kitoblar orqali o'qib, ya'ni Atomic Habits, Deep Work degan kitoblar bor, ya'ni diqqatni, odatni rivojlantirishga yordam beradigan, Martin Eden degan kitob bor, Willpower uchun juda foydali. O'sha kitoblarni o'qib, ingliz tilini o'rgandim va mana shu sohaga kirib keldim. Xudo xohlasa, bundan buyog'i mana shu sohada o'samiz. Kanalimga qo'shilib qo'ysalaringiz, sizlarga ham, menga ham mencha manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Paka.